Germaniya vizasi. Fina Consultingda yana bir studentimiz Germaniya vizasini oldilar. Islombekdan taassurotlari bo'yicha Islombek, tabriklayman Germaniya vizasi bilan. Hozir bemalol o'zingizning taassurotlaringiz, jarayon bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tasiz. Rahmat katta. O'sha vizaga topshirish jarayoni boshladik. Ya'ni fevralda boshlarida boshida ikkilanish bo'ldi. O'sha yozgi semestrga ulgurib qoramanmi Germaniyaga yoki qishki semestrga qilganim yaxshimi dedik, lekin Fina Consulting tomonidan bizga ma'lumot berildi va universitet tomonidan shu onlayn o'qish uchun qulaylik yaratildi va prosesni boshladik. Prosesni boshlagandan keyin martda 14-sida vizaga topshirdim va vaqtinchalik o'sha onlayn o'qishimni boshladim. To'g'risi viza protsessi ozgina cho'zilib ketdi. O'zimni ham boshida ikkilanish bo'ldi, ko'proq shu so'rab turdim, viza nima bo'lar ekan deb sal ikkilanish bo'ldi, отказ berdimmi deb. Lekin Xudoga shukr, mana 7-aprel kuni vizamiz chiqdi. Vizamizni oldik. Bu jarayonda menga yordam bergan Fina Consultingga katta rahmat aytaman. O'sha viza prosessimga menga yordam bergan va topshirishga shu muvaffaqiyatli topshirishga yordam bergan Amina opaga ham katta rahmat aytaman. Agar sizlarda ham Germaniyada yoki boshqa davlatlarda o'qish niyatinglar bo'lsa, shu Fina Consultingga murojaat qilinglar, sizlarga yordam berishadi albatta. Sizga ham rahmat Islombek. Tabriklayman. O'qishingizda omad. Rahmat katta.